Assalomu alaykum. Ko'pchilik immunitet haqida gap ketganda faqat vitaminlar haqida o'ylaydi, lekin immun tizimining katta qismi ichak bilan bog'liq. Ichak bu shunchaki ovqat hazm qiladigan a'zo emas. Bu immun tizimi va asab tizimi bilan doimiy aloqada ishlaydigan organ. Shu sababli surunkali stress ko'pincha birinchi navbatda ovqat hazm qilishga ta'sir qiladi. Nega stressda qorin dam bo'ladi, ishtaha yo'qoladi va oshqozonda og'irlik paydo bo'ladi? Chunki organizm xavfni sezganda omon qolish rejimiga o'tadi. Tabiatda hayvon yirtqichdan qochayotgan paytda ovqat hazm qilish bilan shug'ullanmaydi. Barcha energiya yurak, miya va mushaklarga yo'naltiriladi. Hazm qilish jarayoni esa sekinlashadi. Inson organizmi ham xuddi shunday ishlaydi. Doimiy stress paytida oshqozon va ichak faoliyati sekinlashadi. Hazm fermentlari kamroq ajralishi mumkin. Ichak mikroflorasi muvozanati buzilishi mumkin. Qorin dam bo'lishi, og'irlik, qabziyat yoki ich ketishi kuzatiladi. Psixosomatolog sifatida ovqat hazm qilishni yaxshilash uchun tavsiyalarim shulardan iborat bo'ladi. Ovqatni shoshmasdan, xotirjam holatda iste'mol qiling. Har bir luqmani yaxshilab chaynang. Ovqat paytida telefon va stressli suhbatlardan uzoqroq turing. Yetarlicha uxlang va dam olishga vaqt ajrating. Ichingizda yig'ilib qolgan stress, his-tuyg'ularni sog'lom tarzda ifoda etishni o'rganing. Har kuni kamida bir necha daqiqa chuqur va sekin nafas olishni odat qiling. Ba'zan oshqozon va ichak bizga shunday signal beradi. Men nafaqat ovqatni, balki hayotingizdagi stressni ham hazm qila olmayapman. Shuning uchun sog'lom hazm qilish faqat nima yeyotganimizga bog'liq emas, balki qanday yashayotganingiz va qanday hissiyotlarni boshdan kechirayotganingizga ham juda bog'liq.